Plus minusida. Aka, hech pulga berasiz. O'tgan safargi narxda Farhodjon. O'tgan safar 40 tasini 2.9 milliondan chiqardik. Aha. Ikkita obunachingiz bo'lib oldi. Mana bu chiqarayotgan qo'zilarimiz o'z yo'liga, lekin mana shu qo'zilarda arzon sotayotgan Ibrohimjon akamiz yana trendda. Assalomu Ve alaykum. bir haftaning ichida 3 marta, 4 marta olib kelyapsiz. Bu degani 200 so'mdan bo'lsa ham 600 ta qo'zini haftasiga sotayotgan inson. Akalar, qo'zilarda lekin go'zallaridan kelgan Ibrohimjon aka, Labbay Farhodjon. narxlari qanaqa bo'ladi? Narxlari qulay. Qarang. Kecha egar kuni dam oldim. Ha. Bugungi videomiz surpriz bo'lsin, obunachilarimizga ham ajoyib qaytish bo'lsin. Xudo xolasa Farhodjon, Ha. qaytishingizga mana 4,5 million sotilayotgan qo'zilar 4 millionni pastida qo'yib beramiz. Otizga rahmat. Akalar 4 million 200 mingdan sotilayotdi, 4,5 million deb 4 million 200 mingdan sotilayotdi, lekin 4 millionni ham pastida 4 bo'ladi. millionni pastida bo'ladi. Nechta keldi? Bugunga 100 bosh, ozroq. Ozroq 100 dona xolos. Gap so'z. Necha partiya chiqaramiz aka? 3 partiya qilamiz, ma'noli. Birinchi partiyasi necha oylik? Nechta soni, nechta qo'chqor? Hammasi qo'chqor, 27 dona. Ha, 27 dona hammasi qo'chqor. 7 oylik qo'chqorlar. Lekin- To'g'liga o'tgan. Etsemiz ekan, ha? O'ta semiz. Etsemiz ekan jonivorlar. Olganga Birorta ichida maydasini, arig'ini topa olmaysiz, Farhodjon. barakasini Hammasi bersin. juda sutga to'ygan. Yuring oldirdingiz. Hmm. Yem-boqishmog'ini bedasini berib Sinovdan sinadingiz. o'tdi. Ag'iga o'rgatildi. ag'iga boqishsa bo'ldi. Sababini qilishsin, foydani olishsin, Farhodjon. Aka, endi buni asosiysi narxida bo'ladi. Bir narxini kelishtirib, yo'l yo'rig'idan qilib bir gaplashsak, necha pul qilib beramiz endi aka bularni narxini kelishaylik. Farhodjon 4 millionni pastida qo'yamiz deymi bular? Aha. 4 millionni ham 100 ming, 50 ming emas, 200 ming pastida bo'ladi. 3 million 800 dan. Ha. 3 million 800 mingdan soni 25 tamidi? 27 ta. 27 dona. Endi 27 donasini 3 million 800 dan ham demaysiz aka. Chunki o'tgan safar o'zingiz sotdingiz ana shu narxda. Tanamon qilib ana shu narxdan sotdingiz. O yüzden 4 milliondan qo'yib 3 million 800 dan Mana sotdingiz. narsalarda o'zimiz shayda ham 4 million sotyapmiz-da. Xo'p, men nima dedim? 3 Sotdingiz million deyapman-ku. 800 mingdan mayli. Xudoyim barakasini bersin. Ibrohimjon aka. Yana 100 ming so'rayman. Yo 100 ming 100 ming demen. Aka 100 ming so'radim mana shulardan. Soni 27 dona, 27 donami? 27 donadan 100 ming so'mdan pul so'rayapman. Dastavkalarni qilib yetkazib bersangiz, ag'iga qo'ylarimiz tugadi aka. Xudo xolasa nasib. Olgan odam barakasini topadi, Farhodjon Xudo xolasa. Berasizmi? Beraman 2 million 800 mingdan. Yo 700 dan deng, xo'p. 2 million 800 mingdan telefon qilgan Xo'p, odamni bundan keyin uyida partiyalar o'zi. tortishmayman. Bundan keyingilar tortishmayman. Manosiga ham tortishadigan narx aytmadimi o'zi? Yo, aytmadingiz, narxni aytyapman, zo'r aytdingiz. O'zingiz ham aka 4 millionni 3 million 800 mingdan sotdingiz deyapman. O'sha sotgan narxingizdan ham bu safar arzon keldi. 100 ming so'm o't bering deyapman. Bo'ldi, qo'lni bering. Issiqda bir-birimizni qiynamaylik. Sizlar bizning singincha echkini bojosi bo'lsin dedi. Ana bo'lmasa. Mana narsani 2 million 700 mingdan hammasini bir joyga oldim deganga. Tanlab olishga 2 million 800 mingdan sotdim. Otangizga rahmat. Ana bo'lmasa. Akalar ketdi. Xudo xolasa 3 million 700 ming so'mdan hammasini bir joyga olganga 3 million 800 ming so'mdan akalar xohlagan tanlab ketaverasiz. Farhodjon 2 million 800 ming deb bergan bo'lsam uzrama. Yo'q. Issiq o'tdi-da 3 million 800 ming a. 3 million 800 ming. 2 million 700 ming, 2 million 800 Balam. ming adashib ketgan bo'lsam yana Balam bilmabman aka, bor seni shunday hoz gapingizdan ushlab olardim. sherigim aytib qo'ydi meni. Yo'q. E'tibor bermabman mana. 3 million 700 mingdan oldim deganga xonadoniga kirib boradi hammasi. Barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham Xudoyim barakasini bersin. Akalar, issiqda kunida qo'ylarimiz bilasizlar. Yurgani ham qiynalyapti. Issiqda qo'y qiynalmasin. Aka, keyin partiyalarni olib chiqib ko'rsataylik. Partiyalarni ko'rsataveramiz. Hozir o'shunda 3 million 700 mingdan optimga, 3 million 800 mingdan tanlab olishga, 3 million 600 ming chiqarib berishingizga. Yo, o'zim chiqarib beradigan qo'y yo'q buning ichida. Yo'q-a? Ha, hammasi bir xil. Eng kichkinasini puliga ketdimi? Eng kichkinasining puliga Chiqarib 3 million berasiz 700 mingdan. 3 million 600 dan. 3 million 600 mingdan endi bunim. Xo'p, do'ring, bitta ikkita endi obunachilarga bonus. 2 million deb beryapman yana 3 million 700 mingdan bir joyga bo'pti. Tayoq tashlab olsa ham shunaqa bo'ldi. Sog' bo'lsin, kamman. Ikkinchi partiyasiga qo'shqorlarda olib chiqdik, akalar. Xudo xolasa qo'ylarimizning narxi o'ta yengil bo'lyapti. Haftasiga 600 ta qo'yib kelyapti, akalar.
100 ming so'mdan foyda qolsa ham 60 million foyda bo'ladi. Ko'piga qiziqmayman, ozma-ozdan foyda qilsin deb tinmasdan mehnat qilyapti, lekin uflamasdan borib olib kelyapti. Aka, umringiz uzoq bo'lsin. 100 ming so'mdan emas, 50 ming so'mdan ham yetadi bizga farq. Ana bo'lmasam. Ustiga foyda qolsa bo'ldi. Endi-da, 100 ming so'mdan bo'lganda ham 60 million pul ularga 600 ta qo'ydik. Pulda topish oson emas. Joningiz sog' bo'lsin. Qarang, hozir bularimizni yeb ichishlardan muammo yo'q. Yo'q. Soni 35 ta. Soni 35 ta, hammasi erkak. Yosh oyliklari 6 oylikka yaqin, 5 oylik plus. 6 oylikka yaqin, 5 oylik plus. Akalar, qo'ylarimizni charchovi chiqqan yo'q. Issiq, bir-birining ichiga kirib, holatini ko'rsatmayapti. Lekin yeb ichishi zo'r-a? Yeb Ibrohimjon aka, endi buni yeb ichishi zo'r bo'lsa, narxi nechi pul? Narxi buniki 3 million 800, 3 million 700 emas, 3 million 600 mingdan bir joyga olishaversin. Aka, dilingiz 3 million 500 deb turibdi aka. Dilingizda 3 million 500 mingdan berib yuboraman deb turibsiz aka. Unday qilmang, ochiq shartda qilavering aka. Sizga yarashmaydi. Unaqa 100 ming o'tdim, 50 ming o'tdim deb tortishda. Bo'ldi, o'tmayman. 3 million 500 dan mana labzingizga. 3 million 500 dan. Hammasini bir joyga olishaversin. Tanlab olsa-chi? Tanlab olsa ham shunaqa bo'pti. 3 million 500 mingdan tanlab olishadi. 3 million 500 mingdan yoqqanini ham olishaversin. Xolasa sarig'ini olsa, xolasa ko'kini olsa, olasini qizig'i yo'q. 3 million 500 ming so'mdan xohlaganini oladi. Mana mashti qilib yurib bersa bo'lar ekan bu jonivorlar. Yurmagan yo'lliligi uchun xijolat bo'layotgan ekan. Endi qarang aka, 3 million 500 mingdan yana hammasini olganga bir nima qilib berarsiz? Agar mana shu 35 tani hammasini oldim deganga xayri bor. Yana o'tadigan joyi bor. Yana o'tadigan joyi bor. Lekin qo'ylarimizni ichida akalar mana sarig'idan bor. Oldiga to'laydi. Mana bir boshdan o'tirsin. Qora kashtanidan, kapuchinosidan, ko'kidan bir dona, har turdan bor. Aka, dastavka nechta olsa bepul. Bitta olsa ham bepul. Bir dona olsa. Dastavchiga mana akam oldimda yuribdi. Dastavchiga ham shayda. Xudo xolasa boramiz akalar. O'zingiz yetkazib berasiz. Albatta aka, bo'lmasam-chi. Bepul. Mutlaq bepul O'zbekiston bo'yicha. Joningiz sog' bo'lsin. Kelishaveradi, tashlaymiz xudo xolasa. Akalar, dastavchi akamiz ham chetda ekanlar. Dastavkasi O'zbekiston mutlaq bepul. Daveriya bo'lish uchun Ibrohim aka uyiga borganda pul sanashadimi? Uyiga borganda pul sanaveradi, ha. Barakasini bersin. Akalar, 3 million 500 ming so'mdan tanlab olishga Optimga yana xayr sunnati bor, kelishadigan joylari bor. Ibrahimjon aka, nomeringizni qo'yib qo'yapman, telefon qilishadi. Qo'yavering. 24 ga 7 aloqadamiz. Qachon bo'lsa telefon qilsin, ishlarni bitiramiz. Umringizdan baraka toping. Lekin hammasi kamyob, kam duppa, oyoq qo'li cho'ziq narsalar ekan akalar. An'anaga muvofiq akalar sog'liqlardan ko'rsatamiz, lekin cho'pon bermadi buni davomini. 100 ta qo'y olganni hisobiga ham 20 donami hozir? 18 dona Farhodjon. 18 dona sog'liq berib xolos. Qolgan sog'liqlarni sotmayman debdi. Endi qizig'i bu sog'liqlarimizni xaridori ko'p. O'zingiz ham sog'liq qidirib yuribsiz, bilyapsiz-ku, bunaqangi chiroyli, kashtang sifat sog'liqlarimiz tez sotilib ketib qolyapti. Yosh oyliklari qanaqa bir ma'lumotini beraylik. Farhodjon, bularning yosh oyligi 5 oylikdan oshgan. 6 oylikka yaqin. Qachon qo'chqor qo'shishadi? Sentyabrga qo'chqor qo'shsa bo'laveradi. Sentyabrga borib qo'chqor qo'shsa bo'laveradi. Albatta. Akalar, mana sog'liqlar ko'ryapsizlar. Quloqlari ham uzun, dumbalari ham tik dumba. Ibrohim aka, asosiysi yengil-ku narxi. Narxi ham yengil. Asosiysi narxi yengil. Chunki menga aytdilar, "Ya, bera olmaysiz" desam, "Farhodjon, videoda boshlang. Agar mana shu narxda qo'ymasam, keyin obunachilaringizga aytaverasiz" dedilar. Aka, nech pul deymiz? 3,5 dan kami ham bor. 3,5 dan deganingiz hozir yolg'onchi ekansizdir dedim aka. Ya, kami ham To'g'risi, bor. yolg'onchi ekansiz. Boshqacha gap gapiribsiz, obunachilar. Farhodjon, videoni aytdim-ku boshida. Bir-birimizni qiynamaymiz. Hech pul. Mana narsani mana shu 18 tasini bir joyga oldim deganga 3 million 400 mingdan uylargacha yetib boradi. Kami ham bor. Hammasini oldim deganga kam emas, xayrini qilib beraman. Hisob bo'lsin. Mana menga o'sha qo'ylar qarab 3 million- boshqa ketishlar. 3 million 400 dan beraman desa ketdan akalar, yugurdi ashaqa qarab jonivorlar. To'plab olamizmi? Ha? Akalar, mana sog'liqlarimiz qo'rasiga kelib oldi. Mana shu sog'liqlarimiz akalar. Bu tomonda 2 million nech pul edi u? 2 million 600 mingdan junli variantlari. Akalar, mana shu yotganlarimiz 2 million 600 ming so'mdan xudo xolasa Ibrohim aka. Ha, hammasi qo'chqor bularda. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Jonivori. Ko'chat narsalar. 2 million 600 ming so'mdan mana shulari akalar bir joyga ketaverar ekan. 1 2 3 4 5 6 7 dona 2 million 600 ming so'mdan. 200 dollardan bermaysizmi? 2 million 400 dan bo'ladi.
Dastavkasini Yo'q. o'zlari qilib olishadi. Dastavkasini o'zlari qilib olsa 2,5. Berasiz-a? 2,5dan beraman. 2,400 dan emas. Joni sog' bo'lsin, bo'ldi. Bunaqa qo'yda chiqavermayapti. Yo'q, bermaydi. Prosta so'ramoqchiman. 2,5dan dastavkasini o'zlari qilib olsa. Barakasini bersin. Olganga ham, sotganga Sotganga ham ham barakasini barakasini bersin. Akalar 2,500,000 so'mdan ketdi mana qiziqqan ishqibozlarimiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu o'zi oxirgi partiyamiz edi. Yo'q-a? Bundan oldin 3 millionda atrofidagi qo'zlarimiz bordi. Ular endi qo'yamiz hozir mayli. Qo'yaveramiz. O'shani ko'rsatamiz-a? Ha. Videoyimizning so'ngida narxi arzon ser xaridor kambag'alni boy qiladi, cho'ntagini to'ldiradi deymiz-ku. Xuddi shunaqalardan olib chiqdik. 2 dona sariq, qolgani qora baxmal kashtanlaridan. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsak, akalar bularimiz 3 milliondan pastda bo'ladi. Hammaning imkoniyati har xilda. Puli bor odam zo'rini oladi. Puli yo'q odam pulim bo'lsin deb minarog'ini oladi. Akalar, bonus rasprodaja joy qo'chqorlarimiz. Yo'q, solig'i ham bormi? Sog'lig'i ham bor 3 dona. Necha oylik, nechta soliq, necha oylik? 3 dona sog'lig'i bor, 9 ta qo'chqori bor Farhodjon. Yosh oyliklari? Yosh oyliklari 4 oylik plus minus. 4 oylik plus minusida. Aka, necha pulga berasiz? O'tgan safargi narxda Nechi Farhodjon. pul? O'tgan safar 40 tasini 2,900,000 mingdan Aha. chiqaruvdingmi? Ikkita obunachingiz bo'lib oldi. Kam bo'lmay. Bunisini ham bitta obunachingiz olsa 2,900,000 mingdan. Hammasini bir joyga olsam-ku, tanlab olsam ham. Tanlab olsa ham shuna. Optimga o'tib berasiz hozir. Optimga agar hammasini bir joyga oldim deganga ozmas, xayriga sunnatiga o'tib beraman. Joningiz sog' bo'lsin, barakasini Barakasini bersin. Akalar, manzil qayerda degan obunachilarimiz uchun manzilni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida. Kelaverasizlar akalar. Ibromjon aka, olganga ham, sotganga ham Xudoyim barakasini bersin. bersin. Telefon qilishga shoshilishsin Farhodjon. Tugab qolyapti, Tugab so'kish eshityapti. qolyapti. Ha.